Salom do'stlar. Tasavvur qiling, sizni kutilmaganda bo'yningizda va qo'lingizda kuchli og'riq bezovta qila boshladi. Agar shunday holatga tushgan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Biz bu holda nimalar qilish kerakligi haqida gapirib o'tamiz. Dastlab og'riqni yo'qotish va kamaytirish uchun nosteroid yallig'lanishga qarshi dori vositalarini qo'llab ko'ramiz va eng xavfsizlarida bo'lgan etelekoksib, ya'ni 90 milligrammdan bir mahal yoki selekoksib 200 milligrammdan chiqadi, 2 mahalga ichishingiz mumkin. Bu og'riqni qondiradi. Agar shular ham og'riqni qondirishga yordam bermasa, steroid qoldiruvchi vositalardan deksametazonni 4-8 milligrammdan yoki 1 yoki 2 grammdan yonboshga olasiz 2 yoki 3 kun mobaynida. Albatta bu dori vositasini qabul qilayotganda gastroporotektorlardan foydalanish kerak, ya'ni omeprazolni qo'llab turish kerak. Undan tashqari, agar sizda mushakda spazmlar bezovta qilayotgan bo'lsa, miya relaksantlar sidalut 4 milligrammdan bir mahal yoki Midakalm 150 milligrammdan 2 mahalga qo'llashingiz mumkin bo'ladi. Agar sizda qo'llaringizda uyushishlar, bitir-bitir bo'lishlar, shu kabi holatlar yuzaga keladigan bo'lsa, gabapentin dori vositasi albatta retsept bilan beriladi. Bu dori vositasidan 300 milligrammdan 3 mahal yoki 2 mahal qo'llashingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari, dorixonalarda lidokainli leykoplastlar sotiladi. Shu og'riq bo'layotgan sohalarga qo'llashingiz sizni ancha og'rig'ingizni yengillatadi. Albatta bu vaqtinchalik chora hisoblanadi. Bu hamma uchun bir xil effekt bermasligi mumkin. Shu sababli og'riqlar ketib, o'zingizni biroz o'nglaganingizdan so'ng darhol nevrologga murojaat qiling. U sizni MRT qilishga buyurishi mumkin va bu aniq tashxis qo'yishga sizga yordam beradi. Doim o'zingizni ehtiyot qiling.